Ya Rasululloh, sizni bu dunyoda ko'rmadik. Ovozingizni eshitmadik. Yuzingizga boqmadik. Yonma-yon yurmadik. Lekin bilasizmi? Qalbimiz doim sizni sog'indi. Gunohlarimiz ko'p bo'lsa ham sizni sevishda davom etyapmiz. Sizga loyiq ummat bo'la olmayotgan bo'lsak-da, sizning shafaatingizga erishish ilinjidamiz. Ya Rasululloh, siz haqingizda eshitsak yuragimiz titraydi. Mening ummatim deganingizni eshitsak ichimiz ezilib ketadi. Chunki siz bizni ko'rmasdan turib sevdingiz. Bizni ko'rmay biz haqimizda qayg'urdingiz. Ota-onamizdan da mehribon bo'ldingiz. Ya Rasululloh, sizni ko'rgan sahobalarga havas qilamiz. Ular sizning ortingizda namoz o'qishdi. Sizning ovozingiz